sotuv atrofida kottej so'rab ko'p murojaat qilishadi. Mana izlar zo'r lokatsiyadan 108 sotlik kottej topdik. Naqd 7 ta xona, 180 metr kvadratli, 3 ta sanuzelli, 2 ta kuxnyali xonadonimiz zudlik bilan sotiladi. Bu uyimizning eng zo'r tarafi metroga va asosiy katta yo'lga peshkom 2 minutlik yo'l. Xohlovchilar ipoteka orqali ham xarid qilsangiz bo'laveradi. Orqa hovlisi bor, ziloniy zona hamda garajlariga ega ushbu xonadonimiz qo'shnilar ahil, tinch mahallada joylashgan. Yana plus taraflardan biri ham podvali, ham garaji bor. 2 ta zal, 3 ta yotoqxona, bitta detskiy hamda balkon ham bor. Issiq suv, sovuq suv, gaz, svet hamda transport qatnovlaridan umuman muammo yo'q. Issiq suvni umuman o'chmaydi, chunki kotel o'rnatilgan. Ushbu xonadon qishda issiqqina, yozda muzdekkina shaboda esib turadi. Uy ichidagi ayrim uy jihozlari mijoz xohishiga qarab kelishiladi. Ko'chalar asfalt qilingan, yo'llari tekis ravon. Bog'cha, maktab, poliklinika, havas market va barcha do'konlar juda yaqin masofada joylashgan. Hatto masjidga ham piyoda bemalol yetib olsangiz bo'ladi. Lokatsiya super, infrastruktura qulay. Shoshiling, tezda uy egalari bilan bog'laning, boshqa silib ketmasdan oldin ulguring. Bunaqa zo'r joyda joylashgan 2 sotuvli kottejlar tez sotilib ketish ehtimoli yuqori.